Assalomu alaykum bolalar. Bugun sizlar bilan birgalikda Minecraft bugun sizlar bilan birgalikda yangi videoyimda sizlarni ko'rib turgandek xursandman. Bugungi videoyimda sizlar bilan birgalikda Minecraftda video qilaman. Video bo'lsa videoga like va obuna bo'lishni iltimos qilaman. Yangi bo'lganim uchun YouTube shuning uchun tezroq obuna qilib bo'linglar. Meni maqsadim 1K. Shuning uchun olg'a videoni boshlayman. Yo'q, kreativ emas endi. Survival normal yaxshi turibdi. Normal davay endi ketamiz bolalar. Endi nima setda yo'qmas, bunda ketdik. Icecraftni videoni qilamiz bolalar. Maqsadimiz olmos topish, yo olmos emas, nizrit aslaha yo'q, nizrit aslaha emas. Balki vardan yo'qda nima desam bo'ladi? Qanaqa bo'lish u? Vizir o'ldirish. Lekin boshqa. Hop, endi hozir o'yinni boshlaymiz. Jin ursin daraxtimizni daraxt ustida paydo qildi. Yarimiz. Shunaqa Minecraftni yomon ko'rib ketaman. Agar shunaqa vaziyatda bo'lsa, qo'shishim kerak jin ursin hammangga. Qo'l sindir. Ana ajoyib. Hozir sindiramiz va qishloq topib ketamiz. Nega bug bo'lyaptimi? Bug bo'lma, jin ursin, bola Minecraft qo'tyapti. Bug bo'lyapti, bug. Sancha sizga chunki montajda tashlayman. Hozir menimcha boshlashimiz vaqti. Yaxshi, endi craft qilib olsak. Hop, endi bitta bersak, bitta tayoqcha, ikkita tayoqcha. Bildirmada ko'rib bo'ldi. Qara. Hech narsa yo'q-ku. Qo'limga ko'ring. To'xta. Yurmiz. Yaramas bola kulkilarni shunaqa yomon ko'raman. Bitta kirka olaman chunki tapor kerak emas, chunki oldin baribir tosh olayman, keyin bekorga shunaqa ko'p anaqa adashadi. Taxta emas. Hozir tosh topsam, tosh ishim 5 bo'ladi. Turkiya yo'qol hamma yo'qol. Jinlar qattiqni ham sho'madim mana. Mana senga. Shuni kulkilarni yomon ko'raman. Bu mana tosh bo'ldi. Qotma Minecraft. Jinursa hammaga. O'rtamiz topdim. Agar men yangi Minecraft topsam, sizda aslida qilsa bo'ladi. Menimcha daydi kuchaylik. Tosh aslahalarga erishimiz kerak.